Endi yagona identifikatsiya tizimi One ID ga kirish yanada osonlashdi. Login va parol, Mobile ID va elektron raqamli imzoga qo'shimcha ravishda QR kod orqali kirish usuli ham yo'lga qo'yildi. Buning uchun dastlab mobil qurilmangizga Play Market yoki App Store dan One ID ilovasini yuklab oling. Eslatib o'tamiz. Tizimga har qanday kirish usulini qo'llashdan oldin albatta ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Bu haqida video qo'llanmalarimiz bor. Ilovani ochib, Mobile ID yoki My ID orqali bir marta avtorizatsiyadan o'ting. Keyin QR kod bilan tizimga kirishingiz mumkin bo'ladi. Mobil ID ni tanlasangiz, telefon raqamingizni yozib, SMS kod yuborish tugmasini bosing. Kelgan kodni tegishli kataklarga yozib, avtorizatsiyani yakunlang. My ID orqali identifikatsiyadan o'tish uchun esa pasport seriya va raqamingizni, tug'ilgan kun, oy va yilingizni yozing. So'ngra yuzingizni kameraga qaratib, shaxsingizni tasdiqlang. Yana bir bor xavfsizlikni ta'minlash uchun parol o'rnating va uni tasdiqlash orqali avtorizatsiyani yakunlang. Bo'ldi. Endi One ID tizimiga tez, oson va xavfsiz kirish uchun QR kod usulini tanlab, ilovadagi skan funksiyasini bosing va QR kodga to'g'rilang. Guvohi bo'lganingizdek, bu usul bilan tizimga kirish juda oson va qulay. Yangi imkoniyatlardan unumli foydalaning.